Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar. Biz navbatdagi darvozalarimizni xudo xolosa chiroyli qilib terdik. Bu yerda faqat zakaz uchun yasalgan darvozalar. Bir qator obzorni qilib sizlarga tanishtirib o'tamiz. Like tugmachalari bilan qo'llab-quvvatlab turasizlar. Biz bo'lsa obzorni boshladik. Navbatdagi darvozamiz taroq fason, skromli variant, shtampovочный variant. Darvozamizda kvadrat metr narxlari 500 ming so'mdan 700 ming so'mgacha chiqadi. Qalin parashligiga qarab razniya o'ynaydi. Stokalarga 8 ga 6 profil qo'yganmiz. Tagi qismlari shiviller, listlari 1/3lik variantda bo'lgan, qanoti to'qima profillari 6 ga 4 qorasida bo'lgan. Bu darvozamizda kvadrat metrini 600 ming so'mdan yozyovonga tayyorlab berganmiz. Navbatdagi bu darvozamizning sherigi high-tech fason bo'ladi. Juda ham chiroyli holatda tayyorlab berdik. Tepalariga havo aylanadigan joyini qo'yib, orqasini yopib berdik. Xudo xolasa darvozamiz juda ham chiroyli holatda chiqdi. Stokalar 8 ga 6 profil, tagi qismlari shiviller, listlari 1/3lik variantda bo'ldi. Chiroyli qilib ruchkalarni yopishtirib, nerjaveyka bilan jihozlab qo'ydik. Xudo xolasa nerjaveykalarni ham qo'lda kesmaydigan qilib, chiroyli qilib kestirganmiz. Yuvganda, netganda umuman ortiqcha xalaqit beradigan joyi yo'q. Darvozamizda ishlagan mahsulotlari stokalar 8 ga 6 profil, tagi qismlari shiviller bo'lgan, qanoti to'qima profillari 6 ga 4 qorasida bo'lgan. Darvozamizning kvadrat metri eng arzoni 500 ming so'mdan 700 ming so'mgacha chiqadi. Qalin parashligiga qarab razniya o'ynaveradi. Navbatdagi darvozalarimizni ko'rsatamiz. Ekrandan yiroqlashmay turinglar. Xudo xolasa chiroyli darvozalarimiz tayyorlab qo'yganmiz. Bu yerda hammasi zakazga bo'lgan. Bu darvozamiz shu taroq fason skromli variant, qo'l mehnatda chiqqan 2 qavat shumkali holatda, juda ham baquvvat holatda chiqqan darvozamizda Samarqand viloyati Narpaga tayyorlab berganmiz. Общий summasi 19 million 700 ming so'm bo'lgan. Yonida adnalichkalari ham bor. Ularni hali qo'yishga uspet qilmadik. Darvozamizda ishlagan mahsulotlari stokalarga 10 ga 10 brus profil, tagi qismlari shiviller, listlari 1/8ligidan 2 qavat bo'lgan. Shumkalar juda ham joyida. Mana bu joyda ruchkalari bor. O'ziga yarashib, xudo xolasa darvozamiz juda ham ko'rkam chiqdi. Tepa qismlariga havo aylanadigan skvajnoy xotlarni qo'yganmiz. Darvozamiz kimga yoqadigan bo'lsa, kvadrat metrlari 1 million 200 ming so'mdan 1 million 400 ming so'mgacha chiqadi. Dostavka, ustanovka O'zbekiston bo'ylab aloqaga chiqaverasizlar, xudo xolasa chiroyli qilib bitirib beramiz. Bu yoqda shtampovочный Dubay fason. Bu darvozamiz Qashqadaryoga, yo'q, adashib ketibman. Buxoro Olotga tayyorladik bu darvozamizni. Dubay fason kvadrat metri 650 ming so'mlik variantda tayyorlab berganmiz. Listlari shu 1/3lik list, stokalar 8 ga 6 profil, tagi shivillerda bo'lgan, qanot to'qima profillari 6 ga 4 qorasida bo'lgan. Nerjaveykalarni ham chiroyli qilib yopishtirganmiz, qorasida bo'lgan, juda ham skromli, ortiqcha bachkana joyi yo'q. Xudo xolasa zo'r chiqqan. Bu yoqda ko'rishlaring mumkin. Ishlarimiz avjida ketyapti, xudo xolasa aloqaga chiqaverasizlar. Cheklanmagan miqdorda darvozalarni yetkazib beramiz. Nafaqat zakaz uchun, balki tayyor darvozalar ham bor. Aloqaga chiqaverasizlar, razmerlarini tushsa kelishtirib beramiz. Bu yoqda taroq fasonda cho'rnovoy holati. Bu darvozamiz Qashqadaryoga olingan. Qashqadaryoga ketadi, nalichkalari bilan juda ham ko'rkam holatda. Cho'rnovoy holat qanaqa bo'ladi deganlarga shu holatda bo'ladi. Listlar 2 listda bo'lgan bunisi. 2 listdan 2 qavat holatda. Videolar tashlab boriladi. Videolarni har bitta o'sha ish jarayonini detal tashlab boriladi. Bir uloq tushib qolmayaptimi, har xil shubha gumon bo'lmasligi uchun hamma yo'g'ini tashlab boramiz klientlarimizga. Bu yoqda ikkinchi qanotlari, bu darvozamiz addinlik kalitga holatda tayyorlab berilgan. Mana bu yoqda nalichkalar. Nalichkalari ham juda ham chiroyli chiqqan. Mana shu tepa qismlariga havo aylanish uchun hotlarni qo'yib berganmiz. Darvozamiz общий razmerda eniga 5.30, balandligi 5 metr atrofida bo'lgan ekan. To'shni razmeri esimda yo'q. Bu tomonda o'sha Samarqand Narpaga tayyorlagan taroq fason darvozamizda adnalichkalari. Xudo xolasa adnalichkalar tayyor bo'lsa yuklab chiqaramiz. Ustanovkaga ketadi. Keyingi darvozalarimizni ham ko'rsatamiz. Tayyorlanayotgan darvozalar. Aka, listlari mana shu listda bo'ladi. Haqiqiy горячевый 1/8lik list shu bo'ladi. Kuydirilgan shu quyma list bo'ladi. Bu yoqda ham shu skromli variantdagi darvozamiz. Bu darvozamiz To'raqo'rg'onga yasaladi. To'raqo'rg'on, Oqtosh, Namangan viloyati. Profillari ham e'tibor berasizlar, juda ham chiroyli holatda qora profil bo'lgan ponni. Stoykalari ikkita yoni, tagi 10 ga 5lik shiviller bo'lgan. Darvozamiz addinlik kalitga holatda.
Yaqinroq ko'rsatib qo'yasiz aka, chaklari ham juda chiroyli holatda kesilgan darvozamiz, mehr bilan yasalayotgan darvozamiz. Xudo xolasa chekkalariga karnizlarni aylantirsak, ikkinchi qavat gibkalarni ham bosamiz. Bu darvozamizni kvadrat metrini 1,2 million so'mdan qilib berganmiz. Gibka fason, skromni variant. O'sha taroq fason birinchida ko'rsatgan darvozamizda chornovoy holati qanaqa bo'ladi deganlar uchun chornovoy holati shu holatda bo'ladi. Qora profil deganimiz haqiqiy mana shu qora profil bo'ladi. Oq холодный profil emas. Listlari o'sha bir uchlik variant. Xudo xolasa darvozamizni chiroyli qilib tayyorlayapmiz. Bu yoqda birinchi qanotlari, ikkinchi qanotlari bu tomonda. Chekkalariga Versace bilan chiroyli qilib ishlovlarni berganmiz. Darvozamiz juda ham o'zimga ham yoqdi. Ertaga misol uchun modasi o'lib qoladigan darvoza emas, skromni uzoq yillar xudo xolasa xizmat qilaveradi. Ortiqcha suv bir o'rnab qoladigan joyda ham yo'q, bemalol yuvib tozalab ishlatilaveradi, xizmat qilaveradi xudo xolasa. Bu darvozamizni kvadrat metri o'sha aytib o'tganimdek 500 ming so'mdan 700 ming so'mgacha bir qavatligi, ikki qavatli shtampovka darvozalarimiz 950 ming so'mdan chiqadi. Xudo xolasa materiallardan behijolat qanaqa materialga dogovor qilinsa, xuddi shunday qilib qo'yib beramiz. Hurmatli kuzatuvchilar, xudo xolasa biz obzorni yakunladik. Pastda raqam qoldiramiz. Kimga qaysi turdagi darvozalarimiz ma'qul kelsa, aloqaga chiqaverasizlar. Xudo xolasa ishlaringni cho'tki, sifatli qilib bitirib beramiz.